Anneciğim, babacığım, merhaba. Bugün çok heyecanlıyım. Size bir sürprizim var. Ali. Çok güzel bir kalbi var onun. Ben sesini ilk duyduğumda hemen anladım bunu. Keşke onu siz de tanıyabilseydiniz. Fakat sen. Qayerda yuribsan Ali? Soat necha bo'ldi? Avtoparkka qarash qo'lingdan kelmasa, ayt, o'rningga boshqasini topay. Keragi yo'q. Bo'ldi, menga ruxsat. O'zingga ehtiyot bo'l. Siz ham. Keldim. Qani qo'llaringizni oching. Quruq meva. Bu o'rik. Bunisi shokolad. Buni esa o'zimga oldim, so'lagingiz oqmasin. Lekin siz uchun keks pishirdim. O'zim yoqtirgan uzumli keks. Faqat ko'rinishi uncha emas, tatib ko'rarsiz. Bu esa ichimliklar. Olmalisi meniki, bildingizmi? Yoqdimi? Ziyo amaki. Ziyo amaki ishdan ketdi. Siz kimsiz? Nega ishdan ketadi? Biron xato qildimi, yo mazasi yo'qmi? Qishlog'iga qaytish kerak ekan. Afsus. Nega menga bir og'iz aytmadi ekan? Xafa bo'lib qoladi degandirda. U bilan birga serial tomosha qilardik. Unda sen nega yemaklarni qo'limdan olding? O'zing berding-ku. Rahmat. Meni kechirasan. Aytganday, istasang serial tomosha qilishing mumkin. Yomg'irda yuvib ketasan axir. Yapalım ama mümkünse bir dahakine sırtımıza batan samanlar olsun. Seni bezovta qilmadimmi? Yo'q, xursand bo'ldim. Rahmat. Kechasi och qolsang yersan. Mazasi zo'r. Qo'rqma, zahar solmaganman. Deraza go'zali ochilibdimi?
Mana bu gulni aytyapman. Yo'q hali. Ehtiyot bo'l. Yana nobud qilib qo'yma. Haftada bir marta suv bersang yetadi. Quyosh nuri tushib turish kerak. Xayr. Uzoq vaqt uy manzilingizda yashamaganingiz uchun bizga qaytarib yuborilgan. Hozir yangi manzilingizga yo'naltiraman. Boshqa masalada yordamim tegishi mumkinmi? Xo'p, rahmat. Hazal. Bilaman, so'z bergandim, lekin sen bilan konsertga bora olmas ekanman. Biletlar o'zingda tursin. Istasang boshqa birortasi bilan borasan. Mayli. Laylo, sen borasanmi? Vaqtim yo'q asalim. Yakshanba kuni erimni tug'ilgan kuni mehmonlar keladi. Xonimlar, gap so'zlaringizni ishdan tashqarida gaplashasizlar. Kelishdikmi? Hazal xonim, tungi navbatchilikda qolgan ekansan, charchamadingmi? Hammasi yaxshi, Kenanbey. Juda ko'p ishlayapsan. Albatta buni mukofotini ham olasan. Menga ishonaver. Men faqat o'z ishimni qilyapman, Kenanbey. Biroz orqaroqda to'xtating, Selim og'a. Suv topshirish kerak. O'zim olib boraman. Sen bu yerda nima qilyapsan? Uyalmaysanmi, ha? Uyalmaysanmi? Ali? Ko'zimga ko'rma. Bor yo'qol tez. Qayerlarda yuribsan, ukam? Qani, yur men bilan. Ustoz, yoshlik qilibdi, gunohidan o'ta qoling. Nima qilyapsiz, ustoz? Balki bechorani uzrli sababi bordir. Qanaqa uzrli sababi bo'lishi mumkin? Men uni ko'chadan topib oldim. Bolalarim bilan teng ko'rdim. Qo'limdan kelgancha tarbiya qildim. Yaxshi bokschi bo'lishni istagandim, lekin u nima qildi, ha? Nima qildi? Menga nonko'rlik qildi. Boksni tashlab ketganingni u hazm qila olmayapti. Shundan asabiylashib yuribdi. Sen boraver, o'zim gaplashaman, hal qilaman. Xo'pmi? Ali. Endi suv tashib yuribsanmi? Shuncha kuchingni uvol qilib. Shu ishing o'zingga yoqadimi? Ish kerak bo'lsa telefon qil. Ish tayyor edi. Bu ishlar menga to'g'ri kelmaydi. Miyangni ishlatsang-chi, fikring o'zgarib qolsa, yo'qlar. Telefonimni bilasan-ku.
Yo'q, bilmayman. Derazani ochib qo'y. Hidni yaxshi sezaman. Mashg'ulotdan kelyapsanmi? Qanaqa kiyim? Futbolka va shim. Sen emas, serialdagi ayolni so'rayapman. Ko'ylak. Oyog'idachi? Ah. Oyog'idachi? Poyafzal. Bilaman. U qanaqa ko'rinishda? Oddiy ayollar poyafzali. Poshnasi balandmi? Hey. Ovqatingni idishi. Ha, yoldingmi? Yoqdimi? Xo'sh. Ha. Tirikman. Shaftoli. Yuvilganmi? Ha. Yaxshilab yuvdingmi? Nima? Yaxshilab yuvmasang, ta'mi buziladi va chiriy boshlaydi. Aytgancha, meni ismim A emas, Hazal. Senga birov bilan tanishganda qo'l uzatish kerakligini o'rgatishmaganmi? Qo'llaring nega bunchalik qattiq? Mayli. Men ketdim. Yaxshi qol. Meni kutma, meni boshqasi kutyapti. Ketma. Nima? Yigit ketmoqchi bo'lyapti. Ha. Yig'layaptimi, qara? Ha. Juda qiynalyapti menimcha. Sezyapman. Kelishganmi? Kelishgan bo'lmasa aktyor bo'larmidi? Senchi? Menga to'g'risini aytaverishing mumkin. Bilmadim. Bilmadim deganingga qaraganda yoqimtoy emassan. Serialim tugadi. Endi men boray. Ko'rishguncha. Qimirlama, joyingdan jilma. Men yaxshiman. Ah, oyog'im. Shoshmachi.
Hassam qani meni. Jamol, men o'rnimda o'tirib tur. Xo'p aka. Haliyam ismingni bilmayman. Ali. Ali. Ali, oyog'im ancha yaxshi. Ketaylik. Juda charchadim. Biroz dam olaylik. Istasang ko'tarib borishim mumkin. Keyin afsus qilmaysanmi? Kel, opchi bo'laman. Iye. Jiddiy aytyapsanmi? Muyulishga keldik. Yo'l ikkiga ajralgan. Qaysi tarafga? Uzoqroq yo'ldan kelishni istaysanmi yo qisqa yo'ldan? Albatta, qisqa yo'ldan. Aniqmi? Keyin afsuslanib qolmaysanmi? O'zing bilasan. Hazillashdim. Orqaga qaytishimiz kerak. Senga aytgandimmi? Qattiq charchadingmi? Yo'q. Unda buncha qansiraysan. Bolalarni ko'ryapsanmi? Ochig'ini ayt. Biroz og'ir ekanmanmi? Yo'q, hammasi joyida. Yana bitta yordam so'rasam maylimi? Mayli. Nimadir tiqilib qoptimi? Nima ekan? Oddiy, aytishga arzimaydi. Ha, kecha ololmagandim. Shoshmasangiz ochiq beraman. Bez parçası. Tüh, dün çıkaramamıştım. Dur ben sana hemen havlu vereyim. Singan narsa nima ekan? Haykalchi. Farishtachanmi? Bo'pti. Senga bitta sovg'am bor. Bugun menga juda ko'p yordam berding. Tashakkur o'rnida arzimas kichik tuhfam konsertga chiqdi. 2 kishilik. Balki sevgiling bilan birga borarsan. Meni sevgilim yo'q, musiqa shaydosi emasman. Unda birga boraylik. Maylimi? Agar sen istasang albatta. Boshqa rejalaring bo'lmasa demoqchi edim.
Xo'sh, bugun sochlaringni qanday turmaklaymiz? Yangicha uslubda qilsakmikan? Jingalak bo'lsa yuzlaring yanada nur sochadi. Mayli. Menga qara. Bugun birortasi bilan uchrashuving yo'qmidi mabodo? Yo sevib qoldingmi? Unaqa emas, opa. U yigit shunchaki do'stim. Shunaqa de. Tarif etmek ne kadar zor içimde olanları. Sanki gecenin bir vakti karşımda gökkuşağı. Soruları unuttum zaten kayıp cevapları. İçimden dilek tuttum silip karanlıkları. Tek bir şey var duydum, tek bir şey var gördüm. O da sensin. Bir mucize olsa, şu an zaman dursa. Senle ben mümkün müyüz? Gerçekler kaybolursa. Rottweiler itlarini bilasanmi? Oyoq tirnoqlari juda qisqa bo'ladi. Atayin shunday qirqishadi. Men 2 yil o'qiganim uchun bilaman. Qaniydi hamma narsani shunday aniq esla olsam. Chunki har kuni nimanidir unutayotganingni payqab qolasan. Ya'ni tasavvur qil. Har uydan chiqayotganingda yo'lida o'sgan gulning qanaqa rangdaligini yoki osmon rangining qanday ko'rinishda ekanligini bilmaysan. Aslida qaraysan, lekin ko'rmaysan. Vaqtni orqaga qaytara olganimda edi. Balki hamma narsaga to'ygunimcha soatlab boqardim. Chunki hozir qanchalik eslasam, shunchalik orzuga berilaman. Kechalar avtoparkda ishlaysan, kunduzlari nima bilan shug'ullanasan? Ertalablari joylarga suv tarqataman. Shuning uchun ancha baquvvat bo'lib ketgansan chamamda. Nima uchun universitetda o'qimagansan? Vaqting bo'lmadimi yo qiziqmaganmisan? To'xta, sababini taxmin qilib ko'raman. Menimcha sen juda to'polonchi bola bo'lgansan. Balki katta bezorliklar ham qilgandirsan. Hammani shunchalar so'roq qilishga haqliman deb o'ylaysanmi? Nega jahling chiqadi? Sen haqingda biroz bo'lsa-da bilgim kelgan edi. Masalan, men sendan so'ramasdan turib, bugun nima yeganingni ayta olaman. To'g'ri. Men ba'zi narsalarni yashira olmayman. Meni ko'tarib uyimga olib borganingdan hamon minnatdorman. Yoshim 30da. Sobiq bokschiman. To'g'ri aytding, yomon ishlar qilganman. Sendan xafa emasman. Shunchaki nima deb javob qaytarishni bilmadim. Kechirasan. Hoy, bu yoqqa qara.
Seni bu yerga kechirim so'rash uchun chaqirganim yo'q. Chunki qilgan xatoyingni kechirib bo'lmaydi. Hammasini yarim yo'lda tashlab ketding. Necha yil bo'ldi? Odam degan xabar olmaydimi? Kechirim so'ramaydimi? Haqsiz ustoz. Nega? Nega? 4 yildan beri qamoqda edim. Nima? Qamoqda nima qilding? Boksni tashlab ketganimdan keyin Koreyaning tanishlari orqali boshqa ishlar bilan o'ralashib qoldim. Qarzdorlarning pulini undirardik. Ishim odamlarni urishdan iborat edi. Bir kuni anchagina pul qarzdor bo'lib qolgan odamning ortidan tushdim. Maqsadim faqat uni qo'rqitish edi. Afsuski, uni o'ldirib qo'ydim. Hamma narsamni yo'qotdim. Uyimni, ishimni, bolalarimni yo'qotdim. Meni oilam yo'q, bilasanmi? Senga jonim kerakmi? Eshikni ochinglar. Kechiring meni, ustoz. Ali, senga o'xshagan jasur yigit kelmadi klubimga. Naqd bo'ronning o'zi eding. Qaytmaysanmi? Qolgan joydan davom ettirarding. Ha? Men bu daftarni yopib bo'ldim. Hazal xonim, iltimos xonamga kirsang. Albatta, Kenanbey. Hozir boraman. Xush kelibsan. Qani o'tir, ehtiyot bo'l. O'tir, marhamat. Sen uchun bir sovg'a olgan edim. Sovg'a? Ha, o'zi buni o'tgan hafta olgan edim. Biror joyda o'tirishga rozi bo'lsang, bermoqchi edim. Xullas, hozir bera qolaman. Kenanbey, meni boshqacha tushungan ko'rinasiz. Men Iltimos qilaman, Hazal xonim. Bu lutfan mendan senga. Yo'q demagan. rahmat. Bu oqshom nima qilasan? Vaqting bormi? Bugun ishlarim ko'p. Anchadan buyon ulgurmayotgan ishlarimni yakunlashim kerak. Ruxsat bersangiz men boray. Vaqtingizni olmay,
Sovg'a uchun katta rahmat. Yaxshi qoling. Rahmat. Kim bor bu yerda? Demak, shu yerda turarkansan-da. Kenanbey? Bugungi ishlaring bitdimi? Mayli. Bir finjon qahva bilan mehmon qilarsan. Men damlay olmayman, shuning uchun qahva ichmayman. Uzr so'rayman. Esimdan chiqibdi. Sen talabalik petingda avtohalokatga yo'liqqansan, to'g'rimi? So'ngra ko'zlaring ko'rmay qolgan. Shundaymi? Hazal, nega bu qadar chiroylisan? Siz emassiz, Kenanbey. Uyingizga borsangiz yaxshi bo'lardi. Ayolingiz, bolalaringiz xavotir olishayotgandir. Men mast emasman. Agar men bilan sal qiziqqaningda, xotinim bilan ajrashganimni bilgan bo'larding. Ruxsat bersang, o'zim taqib qo'yardim. Senga yarashishini bilardim. Juda go'zalsan, Hazal. Yaqinlashmang. Qo'l tekizmang menga. Xo'p, kechir meni. Uzr xonim. Kechirasan deyapman-ku. Menga qara, diqqat bilan quloq sol. Quloq sol. Yetar! Yetar! Nimanga nos qilasan? Qachongacha meni qiynaysan? Necha yillardan buyon ishqingda kuyib ketdim. Nega buncha osmondasan? Kimsan o'zing, ha? Kimsan? Ayt! Menga qara bila. Uni himoyasiz deb o'ylaganmiding? Kuching shu mushtparga yetdimi? Agar yana biror marotaba bu yerga qadam bossang, o'ldiraman seni. Bildingmi? O'ldiraman.
Bo'ldi, to'xta. Bas qil. Hazal, tuzukmisan? Nega uni bunchalik azoblading? Meni ishdan haydasachi? Sen u odamning kompaniyasida ishlashga majbur emassan. Axir men o'z kunimni ko'rishim kerak-ku. Senga o'zim g'amxo'rlik qilaman. Menga mos ish topib bera olsam yoki asabimga tekkanlarni urib yuraverasan. Kelmaganingda o'zim hal qilardim. Sen kim edingki menga qarasang? Iltimos menga rahming kelmasin. Endi ket. Qachon kelding? Sal avvalroq. Aytganimdek ishdan haydaldim. Dam olish kuni biror yoqqa boramizmi? Nega jimsan? Axir menga g'amxo'rlik qilmoqchi eding-ku? Ali? Nima bu? Shirinligini qayerdan olding? Do'kondan. Katta bo'lganida u senga yo'l ko'rsatadi. Ismi nima? Shimol. Shimol. Yulduz xayolimga keldi. Qutb yulduzi. U yulduz shimolda joylashgan. Ajoyib.
Men shu yaqin oradagi yetimxonada o'sganman. Bolaligimizda bu yerni juda yoqtirardik. Baliq ovlagani kelardik. O'tirasanmi? Ota-onangni eslay olasanmi? Yo'q. Ali, menga 2 dona tosh sotib yubor. Niyat qildim. U seni menga eslatib turadi. Sen esa bunisini ol. Balki uni ushlaganingda meni eslarsan. Endi navbat meniki. Senga bir narsa ko'rsataman. Erkatoy, zerikdingmi? Ke birga o'qiymiz. Qara. Nuqtalarni sezyapsanmi? Nima deb yozishibdi? Bular harf. Lekin seni o'qiging kelmayapti. Ko'chada aylanib kelamizmi? Qani yur. Men keldim, Hazal. Aşk dedin belki de budur. Hep acıtır arkandan vurur. Belki de bu son sefer olur. Kalbim durur, dertler son bulur. Sanma 3 günlük bu hislerim. Ben burada her gün seni beklerim. Gel beni kendimden mahrum etme ne olur. Bu hayat sen yoksan zehir olur. Duy beni duy ne olur. Dön bana dön ne olur. Aşk dediğin elbet bir yol bulur. Gel beni kendimden mahrum etme ne olur. Bu hayat sen yoksan zehir olur. Duy beni duy ne olur. Dön bana dön ne olur. Aşk dediğin elbet bir yol bulur. Uyimizga keldik. Ali, To'xta. sen baxtliroq kelibsan-da.
Kichik sovg'am bor. Sekin kelaver. Stolni, burchaklarini nima qilding? Buni bu yoqqa qo'yamiz. Hali sovg'alar tugamadi. Ostonani ham olib tashlabsan-ku. Derazaga qoqilgan taxtalarni ham oldim. Endi yorug'likni yaxshiroq his qilasan. Ishongim kelmaydi. Nima uchun bu qadar mehribonsan? Biz juda baxtli bo'lamiz, bilasanmi? Qayerdan bilasan? Bilaman-da. Biror yering og'riyaptimi? Yo'q. Men buni sezaman, joning og'riyapti. Qani o'girilchi, darhol Nega? shifokor aytganini qil. Shifokorligimni tan ol. Ben 6 noktada masaj eğitimi aldım. Hatta masaj hocam senin elin şifalı derdi. Ko'p bemorlarga yordamim tekkan. Topdim shekilli. Og'riyaptimi? O'zing yoqtirgan ishni qila olmaslik yomonmi? Bilmadim. Odamzod hammasiga ko'nikadi. Hayotda men qila olmagan ishlar ko'p. Lekin bilasanmi, men o'ksimayman. Chunki endi yonimda sen borsan. Pul to'plab bir do'kon ochsak-chi? Qanaqa do'kon?
Sen gullarni yaxshi tushunasan, men bo'lsam koshini yasashni bilaman. Xo'sh, nima deysan? Mayli, ochamiz. Sen benim nefesimsin. Sen de benim nefesimsin. Xayrli tong. Yaxshi yotib turdingmi? Ha, rahmat. Agar nonushtadan keyin biror ishing bo'lmasa, seni bir joyga olib bormoqchiman. Qayerga bormoqchisan? Haligi bugun meni tug'ilgan kunim. Muborak bo'lsin. Uzoq umr tilayman. o'n yetti, 18, 19. Mana shu. Ular otam va onam. Oyijon, dadajon, salom. Bugun juda hayajondaman. Sizlarga bir sovg'am bor. Dada, tushimda biror yigit bilan tanishib qolsang, avvalo uni menga ko'rsatasan degan edingiz. Esingizdami? Uni siz bilan tanishtiraman. Ismi Ali. Xo'sh, qanday fikrdasiz? Siz nima deysiz, oyijon? Unchalik kelishgan emasmi? Hech ham unaqa emas. Axir uning juda go'zal qalbi bor. Buni uning ovozini ilk bor eshitganimdayoq payqaganman. Qaniydi buni izohlab bera olsam sizlarga. Ular qanday bir kunda vafot etishgan? 5 yil ilgari meni tug'ilgan kunimni hammamiz birga nishonladik. Shu munosabat bilan onamlarni aylangani chiqishga arang ko'ndirgan edim. So'ngra kutilmagan falokat ro'y berdi.
Ota-onam hozir ham menga g'amxo'rligini his qilaman. Bilasanmi, menimcha ular seni meni yonimga yuborishgan. Hazal, Hazal Yıldırım. 424-palatada. Hazal, Ali, muvozanatni yo'qotib yiqilib tushdim, lekin xavotir olma, men yaxshiman. Xavotir olma, yaxshiman dedim-ku. Qayoqqa? hozir kelaman. Oz bo'lsa ham ko'rinayotgan yorug'lik naf qilib turgan. Ammo har kuni ahvol yanada yomonlashib boraveradi. Uzoq bilan bir oy ichida operatsiya qilinmasa, keyin umuman ko'zi ochilmaydi. Unga mos keladigan donor hozircha bor, lekin sal qimmatroq. Qancha? 20 ming lira. Operatsiyaga qancha ketarkan? 20 ming lira. Oz pul emas ekanda. Menda nari borsa 300 lira pul chiqishi mumkin. Qarzga topilarmikin? Bo'lib to'lardik. Bunda sen aybing yo'q. O'zingni qiynama. Ayb menda, ustoz. Ali, bolam. Yana biror ahmoqlik qilib yurma. Ha, Ali. Qaysi shamol uchirdi? Menga pul kerak. Qancha? 20 ming lira. Qachonga kerak? Shoshilinch. So'ragan puling oz emas. Nega senga pul berishim kerak? Men ketdim.
qisqa fursatda undan ham ko'proq pul ishlashing mumkin, tushundingmi? Juda ajoyib. Ali, bu yerda biror narsada o'chaylik. Arg'imchoq bormikin? Arg'imchoqqa chiqaylik, Ali. Ali, Hazal, labay. operatsiya qilamiz. Nima? Sen uchun donor bor ekan. Bila turib, nega bu haqda menga aytmading? Menda ko'p pul yo'q. Mendagi pul esa yetadi. Ali, oyim bilan dadam meni gapimga kirishmaganidir. Balki hozir ular buning uchun o'zimni kechira olmayman. Shu bois o'zimni mana shu qismatga loyiqman deb bilaman. O'ylaymanki senga tushuntira oldim. Hozir qilmasa keyin kech bo'ladi, tushunsan-chi? Sen bilan biroz bo'lsa-da baxtli bo'ldim. İstesen ketishing mumkin. Meni ko'rishni istamaysanmi? Bolalarimizni ko'rmoqchi emasmisan? Arg'imchoq uchamizmi? Zeki, Labay ustoz. Ali sinovdan yaxshi o'tibdimi? Eshitib hayron bo'ldim. Bir musobaqaga qatnashmoqchi, g'alaba qozonsa katta pul olardi. Nima? Darhol ortga qaytar. Qanaqa musobaqa ekanini bilmasmiding? Nega o'qtirmading? Boshqa iloji yo'q. Unga pul juda zarur ekan. Seni yedingmi? Uni bu yo'ldan qaytarish lozim. Bunaqa bellashuvlarni ko'pini ko'rdim. U bola omon qaytmasligi aniq, shuni tushuntir. Turon amaki, nima qilish kerak edi? Shu yerda qolish kerakmidi? Mana men qoldim. Bir so'zingizni ikki qilmadim. So'zingizdan chiqmadim. Nima bo'ldi? Menda bori shu. Sizdan qancha chiqdi? Butun klubdan ham pul yig'dingizmi? Agar u o'sha pulni topmasa, sevgan qizi ko'rligicha qoladi. Uning ota-onasini o'limi uchun bir umr o'zini kechira olmay o'tadi. Uning aybi emas-ku bu. Uning aybi yo'q. Buni o'ziga 50 marotaba tushuntirdim. Bechorani o'ldirishadi. O'ldirishadi. Qo'rqmang Turon amaki, u o'lmaydi. Nega o'larkan? U kuchli yigit, baldaye. Negadir senga bir gap bo'lmasin deb cho'chiyapman. Qo'rqma, menga hech kim zarar yetkaza olmaydi.
Sen uchun o'zimni asrayman. Pulni olib keldingmi? Obbo, namuncha shoshilasan? Pul o'zimga kerak emas, to'g'rimi? Birortasini yaxshi ko'rib qoldingmi? Bo'ldi. Asabiylashma. So'radim, qo'ydim. Mana bu telefonni ol. Istagan paytimda seni topa olishim uchun. Ol buni. Aslida bu ham xuddi bankdan olingandek gap. Javobgarligi bo'yningda. Pulni ber. Bu hali boshlanishi. Hali sen bilan juda ko'p pul topamiz. Sendan boshqa hech kim meni bu operatsiyaga ko'ndira olmagan bo'lardi. Lekin sen haqsan. Bilasanmi nimani o'ylayapman? Ko'zim ochilgach, roppa-rosa 23 soat seni yuzingga tikilib o'tiraman har kuni. Qolgan 1 soatda esa osmonga qarayman, gullarimga qarayman. Shimolning qanday chiroyli ekanini, yangi qurgan uyimizning ko'rinishini ko'rmoqchiman. Qarshi emasmisan? Sen men o'ylaganimchalik chiroyli bo'lmasang-chi? Unda nima qilamiz? Sening tasavvuringdagidan ko'ra xunukman. Hafsalang pir bo'ladi. Mendan yuz o'girasan. Buning iloji yo'q. Qo'lingni berchi. Ertaga operatsiyaga kirasan. Endi yotib uxla. Juda hayajonlanyapman. Uxlolmayman. Qani ko'zlaringni yum. Uxla. Xo'p. Hamshira xonim, bizni biroz xoli qoldirsangiz. Xo'p. Ali. Bilasam nima bo'ladi? Kiraman, chiqqach esa seni ko'raman. Hayajonlanyapman. Esingdan chiqmasin. Sen meni borlig'imsan. Sen ham. Yana ketib qolma, xo'pmi? Qayoqqa ham borardim. Men ketdim. Hamshira xonim, men tayyorman. Ali. Isming yomonmas, Dog'an Yilmaz. Bolgariya, Sofiya.
Nega horg'in ko'rasan? Nima bo'ldi? Raqibingdan qo'rqma. Uni qanday yengishni ham o'ylama. Faqat tirik qolishni o'yla. Bu yerda hech qanday qoidalar yo'q. Shart shu, yo o'ldirasan, yo o'lasan. Tirik qolishni istasang ehtiyot bo'l. Bardam bo'l. Sharmanda qilma. You are sure he will lose? He hasn't fought for 4 years. It's impossible for him to win, trust me. Okay, put in the other guy. Guess what?
Did you set me up? Ivailo, I swear it's not a setup. I thought he's gonna lose. Fuck off! Bring their fucking money back! Alo. Hazal Ildirimni chaqirib bera olasizmi? Hazal xonim. Hazal xonim. Bog'ichni yechish kerak. Ali kelmadimi? Avval bog'ichni yechib, muolaja qilishimiz kerak. Sizga aytganman-ku, Ali kelmasa ochmayman deb. Ali tez kunda keladi. Mana ko'rasiz, xavotir olmang. Meni tinch qo'ying. Hazal xonim, malham qo'yish kerak. Iltimos, mana shu yerda o'tiring. O'zim sizga yordam beraman. Yo'q, tegmang Xonim, menga. hali muolajani davom ettirishimiz kerak. Bunday qilmang. Rostdan ham hozirroq bog'ichni olmasak, Yo'q, ko'zingizga istamayman. zarar yetadi. Ali kelmasa Bo'ldi, ochmayman. o'zingizni bosing. Ochmayman dedim. Hazal xonim, Chiqing, hammangiz keting. Ketinglar. Sonuna kadar geldim aşkın. Kavuşamadım ben sana, yetişemedim ben sana, anlatamadım derdimi. Ağla gönlüm ağla, bekledim inan seni her gün. Dayanamadım sevgisiz, yaşayamadım ben sensiz, anlatamadım derdimi. Ağla gönlüm ağla. Yazık ettin yazık, kendinden çok bana. Gücüm kalmadı artık her yokluğunda. Aylar geçse de yıllar, geçse de bir ömür, böyle sürse de ben seni unutamam. Hazal xonim. Hazal xonim, bu 3-chi marta kelishimiz. Uyni bo'shatishingiz kerak. Sizga 3 kun muhlat. Yo bu uydan chiqasiz, yo qonuniy chora ko'ramiz. Salom. Hazal xonim sizmisiz? Ha, men. Sizga xat bor. Marhamat. Rahmat. Hazal, men ketyapman. Senga aytolmagan butun haqiqatlarni shu maktubda bitishga qaror qildim. Qaytib kelsam bu gaplarni aytolmasdim balki.
Taqdiringga shu qadar ziyon yetkazgan ekanman, men o'zimni jazolash uchun ketyapman. O'sha kuni haligi odam qo'llarimdan sirg'alib pastga qulagan edi. O'sha falokatni men paydo qildim. Endi o'sha mash'um xatoni qisman bo'lsa-da jonimni tikib to'g'irlamoqchiman. Ota-onangni hayotga qaytara olmayman, ammo seni ko'zlaringga nurni qaytarish mumkin. Mendan rozi bo'l. Bir yildan so'ng Kerambek, mana bularni ham ko'ring. Ba'zi xaridorlarimizga juda ma'qul keldi. Siz ham ko'rsating agar ma'qul kelsa. Hojati yo'q. Bular menga juda yoqdi. O'zim kutganimdek. Bularning har biridan 50 ta olaman. Topib berasizmi? Albatta topamiz. Hazal, sizni biror joyga kechki ovqatga taklif qilsam borasizmi? Mumkin emas desamchi. Nima uchun deb so'rasamchi? Men oilaliman. Turmush o'rtog'ingiz baxtli ekan. Sizdek go'zal va aqlli ayoli bor. Rahmat. Demak, buyurtmalarimni tez fursatda yetkazasiz. Albatta. Qo'ng'irog'ingizni kutaman. Xo'p, Ko'rishamiz. xayr. Hazal, nega hammaga oilaliman deya berasan? Shunaqa deyishingni bilgandim. Karimbek juda iltifotli va o'ziga to'q odam. Nega rad etaverasan? Hayotimdan mamnunman, Emin. Bo'pti, aralashmadim. Kasalxonaga boryapsanmi? O'zingni charchatib qo'ymayapsanmi? Men bekor qolsam charchayman. Bilasanmi nima? Xo'sh, Biz G'amza bilan ovqatlanishga boramiz. Sen ham yur. uyat bo'ladi. Yaqinda uylangansan. Shundoq ham har kuni yoningizdaman. Qo'ysang-chi, yur. Boraver. Taklifing uchun rahmat. Shimol senga omonat. Unga ko'z quloq bo'l. Xo'pmi? Bo'pti, xayr. Bo'pti, ko'rishamiz. Salom Meral. Salom, yaxshi keldingmi? Rahmat. Muzaffaram aka. Qarang, sizga nima olib keldim. O'z qo'llarim bilan ekdim. rahmat qizim, sog' bo'lgin. Bugun tuzukmisiz? Yaxshiman qizim. Qo'lim og'riyapti, boshim, belim sirqiraydi. Tushundim. Demak, sizga massajim juda zarur. Qizim, qani edi onang senga o'xshagan mehribon qizlardan yana birortasini tuqqanida edi. Nima bo'ldi? Amina hamshiraga oshiq edingiz-ku? Men undan voz kechdim. Nega? U menga qaramayapti. U kim? Yaqinda Bolgariyadan yuborishibdi. Ahvoli juda og'ir-u, kechasi bilan ingrab chiqadi. Xudo shifo bersin. Eshitadimi? Eshitsa kerak, lekin javob bermaydi. Men bitta qaraychi. Ancha payt davolanibsiz. Qiyin jarayonni boshdan kechiribsiz. Lekin endi yura olsangiz kerak. Sizni massaj qilib qo'yaman. O'zingizni bo'sh qo'ying. Yuz tuban yota olasizmi? Sizni o'girsam maylimi?
Endi o'girilishingiz mumkin. Dönebilirsiniz artık. Uzoq vaqt yotganingiz uchun ancha zaiflashib qolgansiz. Lekin tez orada oyoqqa turasiz. Göreceksiniz. Yaxshi bo'lib ketasiz. Shifo bersin. Seni o'ylab o'zimni ham unutaman. Qani yur. Xo'sh, seni joying shu yer. Tuzalguningcha shu yerda qolasan. Ama merak etme. Xo'pmi? Men toshbaqam kasallanibdi. Veterinarga olib borishim kerak. O'zim qarashib yuboraman. Buni bir aylantirib kelay. Xaridorlar kelsa hozir qaytishimni ayt. Bo'pti, xavotir olma. Ko'rishamiz. Hazal, bugun kechki ovqatni birga yeymiz. Buyurtma berib qo'yganman. Bo'pti. Shimol. Xush kelibsiz. Deraza go'zali. Gullaganda yana ham chiroyli bo'lib ketadi. Beraymi? Shimol. Shimol. Jinnivoy nima qilib qo'yding? Yaxshimisiz? Kechiring iltimos. Yordam beraymi? Shimol jinni bo'ldingmi? Men shifoxonada sizni massaj qilgandim. Esingizdami? Yaxshimisiz? Shimol, ketdik. Yura qol. Bu meni sharmanda qildi. Aylanib keldinglarmi? Qalaysan, shalpang quloq? Toshbaqam qani? Qayerga qo'yganding? Bu yerga bir cho'loq yigit kirdimi? Ha, boya kelgandi. Deraza go'zalni hidlab ko'rdi.
Hazal? Evet. Ha, Muzaffar tog'ani yonida yotgan bemorni so'ramoqchi edim. Ketdi. Aniqmi? misiniz? Rahmat. Meni taniyolmaysan deganding. Men esa buni imkoni yo'q degandim. Esingdami? Kechir. Iltimos kechir meni. Men faqat seni ko'rishni istagandim. Meni zulmatim sensizlik. Meni boshqa tashlab ketma. Chidolmayman. Sensiz yasholmayman. Seni juda sog'indim. Men ham seni sog'indim.
Film Karavan TV studiyasida o'zbek tiliga o'girildi.